Assalomu alaykum avtomobil ishqibozlari akalar. Bugun 27-may biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz akalar. Cho'chqa labimiz chiqibdi. 2006-yil ishlab chiqarilgan Damas labo akalar. Mana ko'ring, baho berishlari mumkin. 2006-yil ishlab chiqarilgan, 10 kablolar qo'yilgan. Buni narxi akalar $3850 kiribdi, bozorda berilmabdi. Dehqonchilik deyapti. Zashtalaga qilingan, 10 kablolar mana qo'yilib, cho'tka qilingan. Kimga shunaqa labo kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi. Metanni surogi ham yaxshi ekan. Metanni surogi bor ekan akalar. Ko'rib baho berishlari mumkin. Holati yaxshi. Ochish imkoniyati yo'q. Buni bir ancha oldin bozorda olganman. Hozir Qo'qondan kelib turib ko'rib qoldim. Olib qo'yay. Qiziqlar bo'lsa telefon qilishaveradi degan maqsadda oldim akalar. Rammani ko'ringlar akalar, usulina bo'lgan ekan. Buni ma'lumotini bilganim uchun, oldin olganim uchun yana bitta olib qo'yapman. Shtobi eslatma akalar. Mashinamiz ko'ringlar, ichki holatlari, chexol, polik, barlari holatlari yaxshi turibdi. Mostda ovoz yo'q deyishgan. Mostda ovoz yo'q. Kimga shunaqa labo kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqinglar, kelishtirib, skidkalarni qilib berishadi. Xoloslaring Nexi 2 bor ekan mana akalar. Holatini. Mana shu nomerlarga kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Kelishtirib, skidkalarni bomba qilib berishadi. Qiziqqanlar telefon qilinglar akalar, bitta qiziqib ko'ringlar. Ham yangilik ekan. Bozorga kamdan kam chiqadi bu cho'chqa labo. Ammo chiroyli turar ekan akalar. Nima deysizlar? Holati yaxshi turibdi. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar akalar. Endi nasiya savdosini naqd pulga ham kelishtirib berishadi. So'rab olursa, o'zidan ma'lumot olursalar, telefon qil. Bizdan endi faqat xizmat akalar. Like bilan podpiskani bosib qo'yinglar akalar. Ertaga xudo xolasa Qo'qondan chiqaramiz endi inshaalloh.